3-darslikka xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yapon shamchilari bo'yicha batafsilroq tushuntirib beraman. Yapon shamchilari bozorda o'zi nima uchun kerak va nima vazifani bajaradi? Yapon shamchilari orqali ham savdo bitimlarini amalga oshirsa bo'ladimi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, darslikka albatta aniqlik kiritib olasizlar. Grafikadan boshlaydigan bo'lsak, biza bozorimiz o'zi asli yapon shamchilaridan iborat bo'lgan. Yapon shamchilarini biza tarixga yondashadigan bo'lsak, tarixda bilasizlar, Amerika Yaponiyaga bomba tashlagandan keyin Hirosima Nagasakiga u yoqda aynan ular iqtisodiyoti, finansiy rivojlanishi yapon shamchilari bilan bog'liq bo'lganligini hisobiga o'sha uchun hozirgi kunda bozorda deyarli dunyo bo'yicha 90% traderlar aynan yapon shamchilari bilan savdo qiladi. Nima uchun deydigan bo'lsak, va faktu statistika bo'yicha yapon shamchilari boshqa instrumentlarga nisbatan narxni aniq ko'rsatadi va yapon shamchilarida ma'lumot ko'proq savdo bitimini amalga oshirish uchun. Lekin siz boshqa instrumentlar bilan ham foydalansangiz bo'ladi. Aynan biz yapon shamchilari bilan foydalanamiz. Xo'p, yapon shamchilarini o'zi qanaqa ko'riladi? Nima o'zi? Yapon shamchilari deylik, misol tariqasida mana shu qizil va yashil shamchani oladigan bo'lsak, tabiiyki qizil shamchamiz, yapon shamchamiz narxi tushishini bildiradi. Yashil yapon shamchasi narxi ko'tarilishini bildiradi. Xo'sh, bunda yapon shamchasida tana qismi va soya qismi bor. Ya'ni mana ingichka bo'lgan chiziq va mana bu baquvvatroq bo'lgan tana qismi deyiladi. Ikkiga bo'linadi, ya'ni shadow va tanasi. Mana bu soyasi bo'ladi. Soyasi ham tanasini qalinligi, uzun, qisqaligi, kichkinaligi ham muhim ahamiyatga ega yapon shamchilarida. Shunga qarab turib biz texnik analizimizni yanada ham aniqroq va boyitibroq savdo bitimlarini amalga oshiramiz. Xo'p, mana ko'ryapsizlar, bir nechta yapon shamchilari bor. Endi bitta yapon shamchasini o'zi bilan biz savdo bitimini amalga oshira olmaymiz, lekin Google ga kirib candle stick deb yozsanglar, candlestick patterns deb yozsanglar, bu yoqdan mana shunaqangi rasmlar kelib chiqadi. Xo'sh, bu yoqda mana rasmga kirsanglar, imagesga bu yoqda bir nechta yapon shamchilarini qanaqa holatda, o'zi necha xil turdagi yapon shamchilari bor, hammasi batafsil ko'rsatilgan. Mana bu yoqda tanasi, soyasi, ochilish, yopilish nuqtasi to'g'risida tushuntirgan mana. Xo'p, bilasizlar, yashil shamchamizda ochilish nuqtasi pastdan bo'ladi, chunki tepaga qarab narx o'sayotganda shunaqa holat kuzatiladi va yopilish nuqtasi mana bu yerda bo'ladi. Endi u har xil holatda yopilishi mumkin. Demak, yapon shamchasining tanasi va soyasi yashil bo'lganligi hisobiga pastki qismida minimum, tepa qismida maksimum bo'ladi. Qizilda aksincha boshqacha bo'ladi. Demak, u pastga qarab narx tushayotganda ochilish qismi tepada maksimumda bo'ladi, minimumda yopilish qismi bo'ladi. Xo'p, endi biz aynan yapon shamchilarini 2 ta 3 ta birlashmasidan savdo bitimlarini amalga oshirsak bo'ladi. Hozir uni ham ko'rib chiqamiz. Mana bu yoqda ko'rsak bo'ladi. Xo'p. Bullish engulfing, bearish engulfing degan narsa bor. Morning star, evening star, bullish pin bar, bearish pin bar. Bu yoqda mana aytayaptiki, agar birinchi yashil shamcha, ikkinchi yashil shamcha butun tanasi va soyasi bilan buni qoplab olsa, narxda katta ehtimol bilan o'sish kuzatiladi deyilyapti. Yoki aksincha bo'lsa, yashil shamcha kichikroq va undan keyingi qoplagan shamcha tanasi va soyasi bilan butunlay bu shamchani yutib olsa, katta ehtimol bilan narx tushadi deyapti. Endi ikkinchi ssenariy. Xo'sh, qizil shamcha qalin tanasi soyasiga ega va kichkina shamcha, undan keyingi yashil shamcha bu ikkita shamchani o'zini tanasi va soyasiga yutib olib kattaroq ochiladigan bo'lsa, demak narxda o'sish kuzatiladi yoki aksincha narxda tushish sodir bo'lishi mumkin. Keyin e'tibor bersanglar, mana bu holatdagi shamchilar hammer deb nomlanadi, ya'ni tanasi kichikroq, soyasi uzunroq. Yoki bo'lmasa umuman hech qanaqangi tanasi yo'q, faqat soyadan iborat bo'lgan shamchilar doji deb nomlanadi. Ya'ni mana bu shamcha doji deb nomlanadi. Mana hammer shamchasi qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Bu boyagi misol bullish engulfing va yana bitta misol aynan 3 ta yashil shamchadan keyin narx katta ehtimol bilan o'sadi yoki 3 ta qizil shamchadan keyin narx katta ehtimol bilan tushadi degan tushuncha bor. Xo'sh, endi time framelarga o'tamiz.
Shamchamiz mana bu yerdagi hozir 1 soatlik time framedaman. 1 soatlik time frameda bu yerda mana vaqtini ko'rsatib qo'ygan. Mana shu shamcha 52 minutdan keyin yopiladi. Hozirda narx tushyapti, sell pozitsiya. Xo'sh, endi biz har bitta time frame'ni o'zgartirganimizdan keyin shamchalarning vaqti va soni ham ko'payadi. Demoqchi bo'lganim, siz 1 kunlik shamchani ochganingizdan keyin bu yerda mana ko'rib turibsizlar, bozor 8 soat 51 minutdan yopiladi. Bu yashil bo'lib qolishi mumkin yoki yanada ham qariroq qizil shamchaga aylanishi mumkin. 4 soatlikka o'tkazsangiz 51 minutdan yopiladi, ya'ni bir kunda 24 soat bo'ladigan bo'lsa, uje bu yoqda bir nechta shamchilar shakllangan. Ya'ni qancha vaqt qisqarsa, shamchilar soni ham shunchalik ko'payib boradi. Yapon shamchalari to'g'risida ko'proq va yanada ham batafsilroq ma'lumot bersam bo'lardi, lekin vaqtimiz qisqa ekanligi va biz eng asosiy narsani tushunib olishimiz kerakligi sababli darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda sizlar bilan ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.